Pensionerlar bu qog'ozga imzo chekmang. Ayniqsa sizga bu oddiy ariza. İmzo qo'ymasangiz pensiyangiz kechikadi deyishsa, yanada ehtiyot bo'ling. Bugun men aytadigan ma'lumot har bir pensionerga. Pensioner ota-onasi bor har bir farzandga va mahallada keksalarga yordam beradigan har bir insonga tegishli. Chunki bitta noto'g'ri imzo pensiyaning bir qismini ushlab qolinishiga, qarz yuklanishiga, karta yoki hisob raqam ustidan nazorat yo'qolishiga olib kelishi mumkin. Men sizga mutaxassis sifatida oddiy tilda tushuntiraman. Qaysi qog'ozlardan qo'rqish kerak, qaysilarini tekshirtirmasdan imzolamaslik kerak. Qaysi holatda esa xavotirga o'rin yo'q. Videoni hoziroq oxirigacha ko'ring, kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bu mavzuni bilmagan odam ertaga o'z pensiyasidan ayrilib qolishi mumkin. Avvallari pensionerlar ko'p masalani bevosita pensiya bo'limi, bank kassasi yoki pochta orqali hal qilardi. Hujjatlar kamroq edi, ko'pincha hammasi og'zaki tushuntirilardi. Karta, elektron ariza, onlayn xizmat, mikroqarz, kafillik, sug'urta, avtomatik ushlab qolish kabi tushunchalar hozirgidek ko'p uchramasdi. Penjana odam qayerga bo'lsa, asosan pensiya daftarchasi, pasport va ariza bilan ish bitardi. Hozir esa vaziyat o'zgargan. Pensiya plastik kartaga tushadi, bank ilovalari bor, qarindoshlar karta orqali pul yechadi. Ayrim xizmatlar elektron raqamli imzo bilan tasdiqlanadi. Bundan tashqari turli tashkilotlar ariza yozib bering, rozilik bildiring. Atga imzo qo'ying, kafillik qiling, ishonchnoma bering deb murojaat qilishi mumkin. Ana shu joyda eng katta xavf paydo bo'ladi. Chunki pensioner odam ko'pincha davlat idorasi aytayapti-ku, bank xodimi aytayapti-ku. O'zimning farzandim-ku deb ishonib imzo qo'yadi. Lekin hujjatning ichida nima yozilganini to'liq o'qimasa, keyin men buni bilmagan edim degan gap ko'p hollarda yordam bermaydi. Eng xavfli qog'ozlar 3 turga bo'linadi. Birinchisi, pensiyadan pul ushlab qolishga rozilik beradigan hujjatlar. Ikkinchisi, birovning qarzi uchun javobgarlikni bo'yniga olish, ya'ni kafillik yoki qarz shartnomasi. Uchinchisi, pensionerning kartasi, hisob raqami. Uy-joyi yoki hujjatlarni boshqarish huquqini boshqa odamga beradigan ishonchnoma va arizalar. Men aynan shularni birma-bir tushuntiraman. Eng avvalo, ortiqcha to'langan pensiya summasini qaytarishga roziman degan mazmundagi qog'ozga juda ehtiyot bo'ling. Ba'zan odamga pensiya ortiqcha hisoblanib bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner ishlayotgan bo'lsa, oilaviy holati o'zgargan bo'lsa, nogironlik guruhi qayta ko'rilgan bo'lsa, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida farzandning o'qishi tugagan bo'lsa, tizimda ma'lumotga yangilangan bo'lsa, ortiqcha to'lov masalasi chiqishi mumkin. Lekin bu degani siz har qanday qog'ozga darhol imzo qo'yishingiz kerak degani emas. Misol keltiraman. Bir pensionerga kez oy davomida har oy 300 ming so'mdan ortiqcha pensiya tushgan deb aytildi. Jami 2 million 200 ming so'm. U kishiga mana shu arizaga imzo qo'ying. Keyin pensiyangizdan o'z-o'zidan ushlab qolinadi deyishdi. U kishi hujjatni o'qimasdan imzo qo'ydi. Keyin ma'lum bo'ldiki, arizada qarzdorlikni tan olaman va to'liq qaytarishga roziman degan jumla bor. Agar u avval hisob kitobni so'raganda, qaysi oy, qaysi asos, qaysi hujjat bilan ortiqcha to'langanini tekshirtirganda, ehtimol summaning bir qismi noto'g'ri hisoblanganini aniqlash mumkin edi. Lekin imzo qo'yilgandan keyin bahslash ancha qiyinlashadi. Men bu yerda shuni aniq aytaman. Agar sizga ortiqcha to'langan pulni qaytarish haqida qog'oz berishsa, imzo qo'yishdan oldin yozma hisob kitob talab qiling. Qaysi davr uchun, qaysi qonuniy asos bilan, nima sababdan ortiqcha to'lov paydo bo'lgan? Mening aybim bormi yoki idoraning xatosimi? Ushlab qolish miqdori qancha bo'ladi? Degan savollarga javob oling. Javob og'zaki bo'lmasin, qog'ozda bo'lsin. Ikkinchi xavfli qog'oz kafillik shartnomasi. Ko'p pensionerlar farzandi. Nabirasi, qo'shnisi yoki tanishi kredit olayotganda faqat formalnost uchun imzo kerak ekan deb kafillik qiladi. Mana shu faqat formalnost degan gap juda xavfli. Kafil bo'lish degani qarz olgan odam to'lamasa, bank yoki kredit tashkiloti pulni sizdan talab qilishi mumkin degani. Siz men pulni olmaganman deb aytasiz, lekin hujjatda siz javobgar sifatida turgan bo'lasiz. Masalan, nabira 20 million so'm kredit oldi. Buyisiga bank shunchaki sizning pensiyangiz borligini ko'rsin, hech narsa bo'lmaydi dedi. Bu imzo qo'ydi. Bir necha oy to'lov qilindi, keyin nabira ishini yo'qotdi. Qarzdorlik 24 million so'mga chiqdi. Jarima va foizlar qo'shildi. Bank kafilga murojaat qildi.
Bu har oy 1 milyon 600 ming so'm pensiya olsa, uning bir qismi qarz uchun ketishi mumkin. Bu holatda eng achinarlisi shuki, bu kredit pulini ko'rmagan. Lekin huquqiy javobgarlikni o'z bo'yniga olgan. Shuning uchun men pensionerlarga doim aytaman. Agar hujjatda kafil solidar javobgarlik, qarzdor majburiyatlari bajarilmasa, kafil javob beradi. Undiruv, foiz, penya, jarima degan so'zlar bo'lsa, uni o'qimasdan imzolamang. Hatto bu hujjatni eng yaqin farzandingiz olib kelgan bo'lsa ham, avval tushunib oling. Farzandga ishonish boshqa, qonuniy javobgarlikni bo'yningizga olish boshqa. 3-chi xavfli qog'oz ishonchnoma. Ishonchnoma yomon hujjat emas, ba'zan juda kerak bo'ladi. Pensioner kasal bo'lsa, yurishga qiynalsa, bankka yoki idoraga bora olmasa, ishonchli odam uning nomidan ish yuritishi mumkin. Lekin ishonchnomaning matni juda muhim. Faqat pensiyani olishga, faqat hujjat topshirishga, faqat ma'lumotnoma olishga berilgan ishonchnoma bilan barcha mol-mulkni boshqarish, sotish, pul olish, shartnoma tuzish, hisob raqam ochish, yopish huquqini beradigan umumiy ishonchnoma bir xil emas. Hayotiy misol. Bir ota qiziga bankdan pensiyamni olib kelib tur deb ishonchnoma berdi. Notariusda hujjat tayyorlandi. Lekin ota matnni diqqat bilan o'qimadi. Ishonchnomada faqat pensiya olish emas, balki hisob raqamlar bo'yicha operatsiya qilish, bank kartalarini olish, ariza berish kabi keng vakolatlar yozilgan edi. Keyin oilada kelishmovchilik chiqdi. Ota kartadagi pullar qayerga ketayotganini nazorat qila olmadi. Hujjat qonuniy bo'lgani uchun keyin masalani hal qilish og'irlashdi. Agar siz ishonchnoma bersangiz, vakolatni aniq cheklang. Faqat falon bankdagi pensiya mablag'ini olish, faqat falon idoradan ma'lumotnoma olish, faqat falon muddatgacha deb yozdiring. Muddatini ham qisqa qiling. 1 yilga kerak bo'lsa 10 yilga bermang. Bir ish uchun kerak bo'lsa barcha ishlarni yuritish deb yozdirmang. 4-chi xavfli qog'oz pensiyani boshqa hisob raqamga o'tkazish yoki karta ochish bo'yicha ariza. Bu ham har doim yomon emas. Ba'zan pensiyani o'zi bankni almashtiradi. Yangi karta oladi. Eski karta muddati tugaydi. Lekin siz o'zingiz tushunmagan holda boshqa odam nazorat qiladigan karta yoki hisob raqamga pensiyangizni o'tkazib qo'ymasligingiz kerak. Kartaning PIN kodi, SMS kodi, mobil ilova va paroli faqat sizda bo'lishi kerak. Oyi, kodni menga ayting, men tekshirib qo'yaman degan gap oilada ham xavf tug'dirishi mumkin. Bugun munosabat yaxshi, ertaga nizo chiqsa, pul masalasi og'riqli bo'ladi. Ayrim pensionerlar bank xodimi yoki tanish odam kartangizni yangilab beraman desa, pasportini, telefonini va kodini beradi. Keyin qarasa, kartadan pul yechilgan, mikroqarz olingan yoki avtomatik to'lov ulangan bo'ladi. Men bu yerda hamma bank xodimlari yomon demayapman. Aksincha ko'p xodimlar halol ishlaydi. Lekin qo'yda bitta telefoningizga kelgan SMS kodni hech kimga aytmang. Bu kod sizning imzoingizga teng bo'lishi mumkin. Kimlar ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerak? Birinchidan, yolg'iz yashaydigan pensionerlar. Chunki ularga turli odamlar yordam beraman deb yaqinlashishi mumkin. Ikkinchidan, ko'zi yaxshi ko'rmaydigan, eshitish sust. Hujjatni o'qishga qiynaladigan keksalar. Uchinchidan, farzandlari yoki qarindoshlari kredit, qarz, biznes, sud ijrosi bilan bog'liq muammoga tushgan oilalardagi pensionerlar. To'rtinchidan, pensiyasidan boshqa doimiy daromadi yo'q odamlar. Chunki bitta noto'g'ri ushlab qolish ham ro'zg'orga katta ta'sir qiladi. Kimlar xavotirga tushmasligi kerak? Agar siz hujjatni o'qib, mazmunini tushunib, o'zingiz xohlagan ish uchun imzo qo'yayotgan bo'lsangiz, unda vahimaga hojat yo'q. Masalan, pensiya tayinlash uchun ariza, bank kartasini almashtirish uchun ariza, yashash manzili o'zgargani haqida ma'lumot, tibbiy ko'rik hujjatlari, qonuniy qayta hisoblash bo'yicha tushunarli arizalar bo'lishi mumkin. Lekin hatto shunda ham bir qoida qoladi. Siz nimaga imzo qo'yayotganingizni tushunishingiz shart. Ba'zi hollarda imzo qo'ymaslik ham muammo tug'dirishi mumkin. Masalan, siz haqiqatan ham ma'lumotni tasdiqlashingiz kerak bo'lgan arizani umuman imzolamasangiz, pensiya qayta hisoblanishi kechikishi, karta yangilanishi to'xtashi yoki xizmat ko'rsatish jarayoni cho'zilishi mumkin. Shuning uchun mening maslahatim hech qachon hech narsaga imzo qo'ymang degani emas. To'g'ri maslahat shunday: tushunmagan, tekshirilmagan, sizga shoshilinch bosim bilan berilgan hujjatga imzo qo'ymang. Yana bir nozik masala. Men o'qiy olmayman, xodim o'qib ber degan holat. Agar siz hujjatni o'zingiz o'qiy olmasangiz, uni sizga faqat manfaatdor odam o'qib bermasin. Masalan, kredit olayotgan qarindosh sizga shartnomani o'qib bersa,
u o'ziga qulay joyini aytib, xavfli joyini aytmasligi mumkin. Bank xodimi shoshayotgan bo'lishi mumkin. Siz betaraf odamni chaqiring, boshqa farzand, qo'shni, mahalla faoli, yurist, notarius, pensiya bo'limidagi mas'ul xodim. Hujjatning nusxasini olib, uyga olib ketib o'qing. Hozir imzo qo'ymasangiz bo'lmaydi deyishsa, aynan shu gapning o'zi sizni to'xtatish kerak. Yana bir tuzoq. Bo'sh joylari to'ldirilmagan hujjat. Hech qachon sana summa hisob raqam, familiya yoki asosiy bandlari bo'sh turgan qog'ozga imzo qo'ymang. Bugun u yer bo'sh, ertaga kimdir o'ziga kerakli summani yozib qo'yishi mumkin. Keyin to'ldiramiz deyishsa, to'liq to'ldirilgandan keyin ko'raman deb javob bering. Yana bir muhim masala, ariza matnidagi so'zlar. Roziman, tan olaman, e'tirozim yo'q, da'vo qilmayman, to'liq javobgarlikni olaman. Undirilishiga roziman, boshqa shaxsga o'tkazishga roziman degan iboralar juda kuchli huquqiy ma'noga ega bo'lishi mumkin. Odamlar ba'zan bu oddiy gap-ku deb o'ylaydi. Yo'q. Hujjatda bunday jumlalar keyin dalil sifatida ishlatilishi mumkin. Alohida aytaman, pensiyadan ushlab qolish masalalarida ham chegaralar va tartiblar bor. Har qanday odam kelib siz qarzdorsiz, pensiyangizdan ushlab qolamiz deb ayta olmaydi. Buning uchun qonuniy asos qaror, shartnoma yoki ijro hujjati bo'lishi kerak. Agar sizga telefon orqali yoki noma'lum odam orqali qarzingiz bor deyilsa, darhol karta ma'lumotini bermang, pul o'tkazmang, SMS kod aytmang. Rasmiy idoraga o'zingiz boring yoki ishonchli telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling. Telefon qilgan odam bergan raqamga emas. Rasmiy saytda yoki hujjatda ko'rsatilgan raqamga murojaat qiling. Birinchi qadam, har qanday hujjatni oxirigacha o'qing. Faqat birinchi betini emas, hamma betini. Ayniqsa mayda yozuvlarni, oxirgi bandlarni. Tomonlarning javobgarligi, majburiyatlar, undiruv tartibi, rozilik degan joylarni o'qing. Agar ko'zingiz yaxshi ko'rmasa, kattalashtirib berishni so'rang yoki ko'z oynak bilan o'qing. Ikkinchi qadam, hujjatning nusxasini oling. Siz imzo qo'ygan har bir qog'ozning bitta nusxasi sizda qolishi kerak. Agar nusxa bermaymiz deyishsa, bu ham ogohlantiruvchi belgi. Hech bo'lmasa telefoningizga rasmga olib qo'ying. Rasmda sana tashkilot nomi, hujjat nomi, asosiy bandlar va sizning imzo qo'ygan joyingiz aniq ko'rinsin. Uchinchi qadam, tushunmagan so'zingizni so'rang. Bu nimani anglatadi? Men bundan keyin nima majburiyat olaman? Agar boshqa odam to'lamasa mendan pul olinadimi? Pensiyamdan qancha ushlab qolinadi? Bu hujjatni bekor qila olamanmi? deb so'rang. Savol berish uyat emas. Imzo qo'yib keyin pushaymon bo'lish og'irroq. 4-qadam, shoshilmang. Hujjat qanchalik muhim bo'lsa, shuncha kamida bir kecha o'ylab ko'ring. Uyga olib boring, farzandingizga, ishonchli odamga yoki yuristga ko'rsating. Agar sizga hozir imzo qo'ying, bo'lmasa imkoniyat ketadi deyishsa. Men bunday holatda 2 barobar ehtiyot bo'lishni maslahat beraman. 5-qadam, bo'sh qog'ozga va bo'sh bandli hujjatga imzo qo'ymang. Bu qoidani uy devoriga yozib qo'ysa ham arziydi. Sana yo'qmi, summa yo'qmi? Tashkilot nomi yo'qmi? Matn tugallanmaganmi? Unda imzo yo'q. 6-qadam, kafillikdan oldin oilaviy kengash qiling. Kim kredit olyapti, qancha olyapti, nima uchun olyapti, oylik to'lovi qancha, daromadi yetadimi? Kechiksa nima bo'ladi? Kafil sifatida sizdan nima talab qilinadi? Bularni bilmasdan imzo qo'ymang. Agar sizning pensiyangiz 20.800.000 so'm bo'lsa, nabirangiz 1 million so'm kredit olayotgan bo'lsa, men shunchaki imzo qo'yaman deyish o'zingizni katta xavfga qo'yishdir. 7-qadam, ishonchnomani to'g'ri va aniq yozdiring. Barcha ishlarimni yuritsin degan keng vakolat o'rniga aynan qaysi ish uchun kerakligini yozdiring. Muddatini cheklang. Ish tugagach, kerak bo'lsa ishonchnomani bekor qiling. Notariusdan bekor qilish tartibini so'rang. 8-qadam, pensiya hisob kitobini talab qiling. Agar sizga ortiqcha to'lov, qarzdorlik yoki ushlab qolish haqida aytilsa, yozma ravishda hisob kitob so'rang. Arizada shunday yozishingiz mumkin. Menga nisbatan hisoblangan qarzdorlik summasi davri, huquqiy asosi va hisob kitob jadvalini yozma ravishda taqdim etishingizni so'rayman. Shundan keyin hujjatlarni solishtiring. Agar tushunmasangiz, tuman pensiya bo'limiga, banka, mahalla mas'uliga yoki yuristga murojaat qiling. 9-qadam, kartangizni o'zingiz nazorat qiling. PIN kodni hech kimga bermang. SMS kodni hech kimga aytmang. Telefoningizdagi bank ilovasiga begona odamni kiritmang. Agar farzandingiz yordam berayotgan bo'lsa ham, har oy pensiya tushganini, qancha yechilganini, qayerga o'tkazilganini tekshirib boring. Bu ishonchsizlik emas, bu moliyaviy tartib.
10-qadam bosim bo'lsa yozib qo'ying. Kim, qachon, qayerda, nima dedi. Qaysi hujjatni imzolashni talab qildi? Guvoh bormi? Bularni yozib qo'ying. Kerak bo'lsa tashkilot rahbariga yozma murojaat qiling. Davlat xizmatlari markazi pensiya bo'limi. Bankning rasmiy murojaat kanali yoki huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilish mumkin. Men pensionerlarga yana bitta oddiy jumlani yodlab olishni maslahat beraman. Men bu hujjatni o'qib, maslahat olib, keyin imzo qo'yaman. Shu gap sizni ko'p muammolardan saqlaydi. Agar hujjat haqiqatan toza va qonuniy bo'lsa, sizga uni o'qib chiqishga vaqt berishadi. Agar vaqt bermasa, demak ehtiyot bo'lishga sabab bor. Bugun asosiy gap bitta. Pensionerlar tushunmagan qog'ozga imzo chekmang. Ayniqsa unda qarz, kafillik ushlab qolish, rozilik, ishonchnoma, hisob raqam, karta, jarima, penya, da'vodan voz kechish kabi so'zlar bo'lsa, avval tekshiring. Imzo bu oddiy chiziq emas. Imzo huquqiy javobgarlik, pul majburiyati va ba'zan katta muammo degani. Men sizdan iltimos qilaman. Bu videoni pensioner ota-onangizga, qo'shningizga, qarindoshingizga tushuntirib bering. Izohlarda yozing. Siz yoki tanishlaringiz shunday hujjat sabab muammoga duch kelganmi? Fikringiz boshqalarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va keyingi videolarni o'tkazib yubormang. Chunki men keksalar va ularning oilalari bilishi shart bo'lgan muhim huquqiy va moliyaviy masalalarni oddiy tilda tushuntirishda davom etaman.